Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Avstraliya, Hindiston, Yaponiya va Amerikani o'z ichiga olgan 4 davlat dialogining tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishdan ilgari bayonot e'lon qildi. Blinken Xitoy bilan bo'lgan to'qinishning muqarrar emasligini, ammo Amerika va uning ittifoqdoshlarining cho'qim Xitoyning tajovuzchiligining tahdidiga uchrayotgan qoidalarni asos qilgan sistemani qo'g'dishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Yana bir tarafdan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikani 4 taraflik dialogiya orqali boshqa davlatlarni Amerika demokratiyasining o'lchimini qabul qilishga qistadi deb aybladi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Rumaniyadagi ziyorati jarayonida Mikhail Kogalnisano harbiy bazasida Rumaniya prezidenti Klaus Yohannis bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Stoltenberg Rossiyaning Ukraina va uning atrofidagi harbiy kuchini oshirganligini, Yevropada yangi qurolli to'qinish xavfi borligini aytdi. Ukraina Kırgıziston Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti bilan Rossiya o'rtasida hech qanday bir yarashish bo'lmagan bir paytda Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Linda Thomas Ukraina Kırgızistonga jiddiylikni pasaytirish orqali Xitoyni Rossiyani Ukrainaning egilik huquqiga hurmat qilishga ilhomlantirishga chaqirdi. Donald Trump haqida nashr qilingan kitobga qaraganda Amerikaning sobiq prezidenti yaqin Amerikaga o'zining yanada Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan aloqa qilayotganligini aytgan. Ishonchlik odam nomli kitobning avtori New York vaqt gazetining muxbiri Maggie Haberman Trumpning o'zi bilan aloqa qilgan birdan-bir chet el rahbarining Kim Jong Un ekanligini bayon qilganligini o'tirib qo'ydi. Donald Trump o'zining Kim Jong Un bilan 2018-yil ko'p qatam xat yozishganligini bayon qilgan edi. Lekin ikki taraflik suhbatga qaramay, ikki rahbar Koreya yarim orolining yadrosizlashtirish kelishimi hosil qila olmagan edi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi Ukrainadagi fuqarolarni Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi ziddiyatning kuchayayotgan mezgilida chegaradan ayrilishga ogohlantirdi. Diplomatiya ministrligi e'lon qilgan bayonotda Ukraina bilan chegaralangan Belarusiyada o'tkazilgan Rossiya-Belorussiya birlashma manevri tilga ilinib, Rossiyaning harbiy paraxodlarining Qora dengizda yurayotganligi eskartildi. Xitoy doiralari Washington hukumatini tashqi savdo talash tortishni hal qilish uchun imzolangan birinchi bosqichlik kelishimning ijro qilinish bosqichida qo'yilgan qo'shimcha tamojna bejini va savdo jazosini bekor qilishga chaqirdi. Savdo ministrligining bayonotchisi Gao Feng bayonotda Xitoy tarafining kelishimni yo'lga qo'yish uchun zarur tirishchanlik ko'rsatganligini ta'kidladi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvardagi ishxonasida turishliq doimiy vakili Xalqaro emgak tashkilotining Xitoyning Sharqiy Turkistonda xizmatchi qabul qilishda diniy va milliy kamsitishga chetishlik qilmishlari to'g'risidagi dokladini qarshi oladiganligini bildirdi va Xitoyni bu xil qilmishlarni to'xtatishga chaqirdi.